Şunda qolaylı. Bastırak, bastırma. Hey, ben putun içine, sen karvat kucay. Bu benim keyfime xıma kalaylı. Bak. Hey şüptekler! Yani kiliştin mi? Allah koyayım ya! Toplar! Bana yetişemezler, uyarmazlar, tez minla. Tokta Kaysar! Bas iş bakaylı, tez bulunla. Minla. Kaysar tokta! Bana yetişemezler. Tokta dağıtı ben! Kan nasıl şeydi? Tez bulunla. Bu çıdımaz! Minin aldım bu itemezler. Tez minla. Tokta değil mi Kaysar? Tez bulunla. Tokta! Ha, yetiş olduk mu? Yetiştik mi? Uygar! Dada. Oynap, kosuğunu açqanda geldin mi? Atayandın beri neye kaldın? Dostlarım bilen şu, ağaylarım bilen. Her gün şunda tilingni chaynab, ağaylarım bilen, dostlarım bilen deyse. Bağıras. Akilan dada, ben alay. Anlamağamı sen? Ahmaqning dostula, piyozning postula deydi. Gepimga quloq sol. Bu uyda aşu beka talatlaring asqatamdi yoki men asqatamanmi? Menço, sendek çağda sana dadı bulup muşu önü pekratkan men.
Hey, yanchığımdaki pulni sen ağama. Shundoq, men og'am. Hey, sen qandaq odam bo'lmoqchi zodi, ha? Yanchığımdaki pulni nima deb so'ramay olasan? Bo'ldi, qislar dadisi. Pulni al og'inlari bilan xajlagandi. Qo'ying silni. Doim aroq kirib olib bolani buzib bo'ldingmi? Cho'ng bo'lgandan keyin yanchiqdagi tayyor pulni xajlamay, o'zi tepib xajlamamdi. Dadisi, bo'ldi qislar, bolani xijil qilmasizlar. Hey, mahallatni qo'yg'i seppa, ha? Bo'ldi, uyga kirib ketaylik. O geldi. Tez boyun tut bu yayla. Bitereği suv kelsa, allıkodun ya ketdi degandek. Aram bir pul uçurganda, nereden çıkan şamal bu? Bu şeytan go'ylar. Ağaylar, bugün yaxshiroq bir o'yin deb o'ynamamdi. Ha belli. Jili bo'lib turibdi madash. Bu gap yaxshi bo'ldi. Ağaylar, o'yinni az o'ynamadik. Burun o'ynaganlarimizmi yeti? Biz o'yinni emas, aslida o'yin bizni o'ynaydi. O'yin degani o'ynab tugatgan olmaydi. Ko'nglingni tushundim madash. Pul topaylik demoqchimisan? Shundaq adash. Ota-onamizga yordam qilmoqda yo'q, qachongacha ularning qo'li qaraymiz. Ko'rayotgansizlar, hozir bizning maktab bolalarning ba'zilari Shanxay, Guangzhou, Urumchilarda ovqat qilib jiqish davratdi. Biz teqicha vallahi o'ynab yuryapmiz. Bugün bu çempiyonlar koşu meydanında o'tkazib ayrılib, o'zaro musobaqalashmoqchi. 1, 2, 3, başladı. Qaralar, bular shiddat bilan musobaqalashib, chempionlar talashmoqda. Qaralar, bu ushar palvonlar. Xuddi o'g'i chiqqan bir kitakni ichmoqda. Mana mushladek millatimizdan chiqqan har xil sohadagi chempionlarimiz o'z qiziqishi va xalqning qo'llashi bilan cho'ng xatarga tavakkul qilib, tasavvursiz badallarni to'lab, davlatimizning motosiklet havaskorlariga ulgu bo'lmoqda. Shundaq. Men bularning xatarlik mahoratlariga. Yaxshi. Rasululloh, oyoqimni basamayapman. Voy, qaltisgan. Yaraysan! Mana bu 4-chi var. İsmi Hamid. O 98-yilda 2001-yilgacha Jungo chempioni bo'lgan. O 98-yili Xanan Loyan shahrida, 99-yili va 2000-yili Shindik qatorliq shaharlarda Jungo chempionligini uda saqlab,
necha qitim oltin medal olgan. 97-yili Xanjoda, 2001-yili Sichuanning Chongqingda ikkinchi bo'lib, 10 necha yildan beri har qitimliq musobaqada alohida darajaga erishib kelmoqda. Afsuslanarli shuki, u necha qitim yiqilib tushib, og'ir yaralangan. Qaranglar, uning temir bo'qini minishi nima degan aybat? Mana bu birinchi numar, ismi Farhat. O 86-yilda tortib musobaqa qatnashib, alohida darajaga erishib kelgan. O 93-yili Qirg'iziston, Olmato'da birinchi bo'lib, 97-yili Yaponiyaning Osakadagi musobaqasiga qatnashgan. Shu yil yana tarixda buyoqqa Jungoda o'tkazilgan 7000 kilometrlik musobaqada chempion bo'lgan. Beijing, Oman qatorli shaharlarda musobaqa qatnashib Jungo chempioni bo'lgan Ali Arkin. Nim qo'yningni qashlab yurisa, pul chiqama. Chapsan chiqamaydigan bo'lsang, Elibika o'zim olaman. Bo'lganki nim boqaysa, bagan deb yo'lning mamamsa. Akbar qani? Akbar! Akbar muftadigo. Akbar! Qishib ketdi. Ketdi. Qaysi tarafga qochdi? Akbar! Qat, o'g'ini tutib olib, yangi o'tmaydigan bo'lsam. Hey, og'ina qani? Bilmayman, u chiqmayman deb o'tadi. Bo'pti-amsa. Qanday qilamiz? Qanday qilamiz shu? Turib qo'ydik shu. Ular Akbarni izlayapti, nima? Shunda qo'xshaydi. Qaranglar. So'ymini. Shu. Qarasa shu ekan. Yuringlar. Ey Aramzada. Qilaylik qiluvchiligini. Qila. Ura. Naqashmoqchi. Akla faqat amal qilolmayaptimi? Mag'azroq mühlet beringlar. Ondan desa, ha? Qo'yadi. Menga yana ozroq mühlet beringlar. Ura. Salam. Hey, Aramzada.
Abdullah, nimish bu? Nimish bo'ldi? Sen ne demakchi? Sen ne demakchi? Pulni sen berarsan? Gap qila. Uni yaqinag'in so'qishmamsa, 600 ko'chimi? 600 ko'y. Chiqira pulni 600 ko'y. Gap qila. Chiqira. Hozircha 600 ko'chimi? 600 ko'y. Azrab. Mushnimi? Kim qilsa? Haramliq. Bura uni. Sola desa. Qachon desa. Unda qamoqlar. Pulni kim berayli? Bir necha kun mehnat bera olamiz. Sen aralashma. Pulni sen berapsan, ha? Sen berapsan pulni. Turinglar. Mulkdan chiqirlar pulni. Turinglar. Kimni naqma qilmoqchi? Ha? Kimni naqma qilmoqchisan? Ha? Kela aramliq. Bura. Pulni qachon desa aramliq. Ben sana da koyayım. 3 gün möhlet vermem. 3 gün ha? 3 gün? Bugün alıversin o da pulni. Bugün alıversin. Ağaynağına da koycuma. Pulunu tepkesi var. Haramliq. Bol de. Bu yakın ala. Ben sana da koyayım. Eğer 3 gün hiç pulunu tepkilemeden olsan, Ras. boynunu şunu yediremediğin olsa, boynunu şutimiz ara. Haramliq. Mangala. Vur sırtak. Mangala. Oy, putum. Nimish bu? Ajab, mening xabarim yo'qkan-ku. Qaysi kuni bo'lgan ish? Seni bir aram qilgim kelmadi. Adash, dadam meni jiddiy bir ishga buyurgan edi. Men beribliklar. Ma'qul adash, Ayt ko'rishaylik. Voy. Ben tönegin koçuda halıtını gördüm. Heli pul tapkan çığı. Bek heybet göründü. Rostmi? Rost olmayçı. Asla. Koyanlar yege. Qo'llariga bergandan keyin asli deyman. Hazır o yezimizdeki katlı baynan biri boptu. Ademni hayran kaldırdı. Pulni heli tepipti. Qachon kepti? Bir hafta bo'lgan o'xshaydi. Biz balani oshining qo'shib qo'ysak, qandoq deysizlar? To'g'ri. Shunday qilaylik. Qachon mangdi ekan? Yaqinda mangdigan o'xshaydi. Kim? Tinchlikmi acha? Kirama. Keldin mi Afka? Kele. Ha, bo'ldi. Men bu yoqda o'tiray. Ha, qanday ahvoling? Uy ishchi tez chiqdi? Qadr ahvol. Yomon emas, ketib boraman. Sizning chiqqaningizni uydagilardan anglab ko'rishib kelay deb kelishim. Ha. Yaxshi. Yigit, hozir nima ish qilyapsan? Bu sakrayga birdan nima ish bor deysiz? Shu opam yetib kelgan umashni ichib, bekor yuribdiman. Cho'pchong yigit turib bekayirsan qanday qiladi? Heli o'ladigandek yuz tap, xuddi o'lmaydigandek pul tap deganni anglamaganmisan? Qandaqli bo'lmasan, belingni ching bog'la, bir ishdan peshin tut. Mening bu kecha kunduz xiyolim shu. Lekin pulni topib emasmi aka? Qo'limda yadasmay bo'lmasa, ish o'ng'atmaydi ekan. Ha. Amisa men patiqinda yana ishkirga kiraman. Men bilan birga kiramsan. Men texi bu shahardami chiqib boqmagan tursam, ishkir degan-na u. Ish tepib qila olamanmi? Hey. Sen xotirjam bo'l. Ishkirda mening bir cho'ng restoranim bor. Shu restoranning hisobotiga mas'ul bo'lasan. Hey, nim bo'lay deysa, yanchiqlik pulni nim deb olasan? Ha? Hey! Bo'ldi qizlar. Qandaq? Gap qilmaysan-ku? Bo'ldi aka. Men sizga tog'dek ishinaman. Bilmagan yerlarim bo'lsa uytasiz. Xotirjam bo'l, chataq yo'q, ha? Menga sodiq bo'lsanglar, boshqa ishlar yurishib ketadi.
Әміс мен беріп тәйярлығымны қылай. Маңдыған чағды қабірін бересіз. To'xta, o'tira. Sen yani o'zingdek ishonchli yigitdan birini topalamsan. O neymiş qılıdı? Kavapning bazri bek itdik. O shu ishni qiladi. Bo'ladi aka. Mening bir yaxshi do'stim bor. Uning bilan maslahatlashib, sizga bugun xabarini beray. Yaxshi. Tezda bayoladigan bo'ldinglar. Ma'qul bo'lsa, men uni tepib hozirla ahvolni aytay. Ma'qul bo'lsa. Birdan o'tirib qolmamsiz. Xo'sh. Qolsa o'ylasana. Uxlamay tush ko'ribsan. O odatki. Endi yaxshi bo'ldi. Ikki kalva bo'z texmi yaxshi bo'ladi. Toza sabda bir nima ekan bu. İşimiz texmi yurishadigan bo'ldi. Paul Karchagimni olmuga boshlab kelaversan. Hey Batur! Batur, nega bag'anding? Ha? Seni izlayotganim nima vaq? Adash, og'zing quliqingga yetibdi. Oltin tepib olmagansan? Onun gepini bir deme adaş, bana bir çok ahmet uçurdu. Qandaq omat? Gepimden birlikte etmey jim turup anlığına. Mening bir akam Beyjingda restoran açatdı. Bu qitim onaga bir necha adam kerak bo'lib qolibdi ekan. Sho'ng ataydan chiqibdi. Sho'nga men seni tanladim adash. Qandaq? İşkimiz bilili bo'lsak, hammaliyada o'xshashli zerikmaymiz. Rahmat adash, lekin men sana hozirla ochiq javobini beramayman. Ota-onam bilan maslahatlashib kechli javobini beray. Bo'pti adash, kechli javobini berginamsa. Mang. Qorumlarni akilan. Ha, mana. Chaqirtibsan, nima ishdi? Biz tunagi nima deyishgan? Unutib qoldingmi? Shuni maslatdi. Shuncha tirkishib baqdim. Ota-onam qo'shilgandek emas. Opamga yig'lab beshimni aylantiribdi. Dadam u yerda ya tonish bilish, urug' tuqqanlarim yo'q. Tenab tamtirab talada qolsang, ko'ziga yosh ilyotdi. Mening deganlarimni aniqroq aytmaganmidan. G'olib akam degan mening tuqqanim tursa, men sizning yaqin do'stim tursam, uni ustiga restoranning butun hisobini men qilib ekanman. Shundoq turuqliq yana nimadan asraysan? Balkim u yerga kirmay bu yerda pul topqilib bo'lishi mumkin. Bu yerda pul topman deb suvga tushib ketgan mushukdek sulush bo'ltiramdiq. U yerda bog'o maydimizni kerib pul topamiz. Ahmoqning amaliyotga oshirolmas xiyoli ko'p degandek, sen ishni bakli yuzaki o'ylaydi ekansan. Biz degan qo'l nimaga buyursa shuni qilmay bo'lmaydi. Hey, nadan do'stim, quldek ishlab bagdak ye deydigan gap bor emasmi? Oldimizga kelgan omadni uchratmaydi. Otadan unimgan bo'lsa o'zining ishi. Gap qilmayli mangmandoq. Ota-onaning balig'i mehri. Balaning bo'lsa insofi kerak. Ularga demay qilsam, vafosiz baladan bo'lib qolmam deman. To'g'ri ochiq bo'lsa-mu odamga foyda qiladi. Demak, ota-onamizning gapi biz uchun foydali. Hey, sen gapni aytvatding-ku. Bilamsan, G'olibkam ishga kirib 2 yildir beyib ketdi-ku. Cho'chirni oldirib xamsanamayli adash. Ishkirdimi chechivatgan pul yo'qdi? Pulning egisi bordi. G'olibkam ishkirdi beyib ketdi deysan. Bizmi japoga chidasak bu yerda pul topalaymiz. O'g'il shunda qadash. Lekin ishkirda Uyg'urlar ochgan restoranlar bek bozor tep ketibdimish. Ishkirdagilar Uyg'urlarning tamoqlarini, naqsh usullarini bek yaxshi ko'ramish. Shunga Uyg'ur restoranlari xaridorlarni sig'diramay pul qozonda tushidi ekan. G'olibkam 2 yildir beyib ketdi. Uning ustiga hisobot mening qo'limda tursa, nimadan asraysan? Bo'pti adash. Ota-onamni qayliq baqay. Yana unimisa, sen degandek qilay.
Kechikib qolmanglar. Tez bo'laylik. Mana mana. Tez bo'linglar. Bo'linglar tez. Vaqt to'shib qolaylik, tez bo'laylik. Yetimxonasi oldingmi? Ha, oldi. Tezroq menglar. Hey, tez bo'linglar. Tez bo'linglar, tez. O'zim oldinga vaqt to'p qoldi, chiqsin bo'laylik. Tezroq bo'laylik. Mana. Mana ko'tiralar. Ha, ko'tiralar mana. Ha, tez. Yetmez. Batur. Ko'zingni ocha. Qo'sqonbek ichib ketdi adash. Unda qimig'ina bir nima yevlaylik. Mening shu, bir nima yevlaylik. Ma'qul, yuramiz. Ayırpılarını masak bo'pti-kan. Avishkisini qanday qilamaysiz? U kalvala ashundoq mengishga loyiq. Ular pul qasab nima qilaman? Qani ila? Ola? Bu poyezd degan nimadoq zerikishlik narsa? Agar hozir mahalda bo'lgan bo'lsam, o'yindan o't chiqarib ketdim-da. Shu emasmi adash? Poyezd bir gap. Ishqirda nima kun ko'ramiz? Qarab turib, menimi bu o'tqa billa so'rab kirdi. Bu chaqqa ota-onam nima bo'lib ketgandi? Dadamga er kishi. Apam bechora to'la yig'lab ko'zi eqib ketadigan bo'ldi-da. Yaxshi o'qimaganning ishi. So'zi kerak o'qigan bo'lsak, bundaq sargardan bo'lib yurmay, hukumatning daftarning bir burjiga yezilib qolatdiq. Mengo maktab bilan faqat chiqishamidim adash. Hisob darsida birdam x tavotgan, birdam y tavotgan. Men hamni qo'chib qilyapti. Xavfsizlikni faqat o'rganamidim. Şuna o'qiganga dod debla qechib chiqib olmadimmi? Ma'lumim texnik kaylimda bir oy qo'g'lashdi. Bu gaping rost. Yurtimizda oliy maktabni bitirganlarmi xizmat topolmay bekor yuryotdi. Boshqa kelganni ko'ramiz. Hammani unutib uxlaylik adash. Ma'qul. Aldığınızda biraz çıkmaydı. Üstüden tuyuqsiz bir şeyde biz qaysi qaratimg'aydi. Yaman qo'rqinch odamjisiz. Taksi. Ne görsüler? Van Fuhange.
Havası sap güzel şehirken bu ha? Hey Ekber, o bina qirg'ini. Ana AO Merkezi Televizyon Stansiyasi. Yaxshimisiz xo'jayin? Akilem, vallahi. Ha, yomon emas. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz. Yaxshimisiz. Ha, qadag'roq, yaxshi turdinglarmi? Yaxshimisiz. Ah, nimandaq cho'ng, nima degan isil restoran bu? Xo'jayin, bizga xabar qilmaylik yapsiz-ku. Oldingizga chiqarmoqdik. Ishlar qadag'roq. Ko'rsatmangiz bo'yicha ishlayapmiz. Yo'qligingizni hargiz chondurmadik. Men ketgan chaqdagi restoranning ahvolidan to'liq doklad qil. Bo'ladi, xo'jay. Sen bu ikki balaga hozirla yotoq ajratib o'rlashtirib et. Bo'lamda? Men oldin tayyorlik qilib qo'ygan. Xotirjam bo'ling. Xo'jayin, bu siz ketgan chaqdagi savatdan oshqini. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi ishlabsan. Turg'un. Sen chiqib o ikkisini chaqirib kel. Men ularni aylantirib eklay. Baqot. Xo'jayin, ular ikkisi shahar ko'rib qolmasa, bo'lmasa bizning keyingi ishlarimizga ta'sir yetadi. Hay. Men sirtlarni aylanmag'inimi xeyli kunlar bo'lib qoldi. Hozircha qismaqni qurib, qushni dang'i mayli qilamiz. Maqsad hozircha ularning ishonchisini qo'lga keltirishimiz kerak. Asli mundaq endi. Ha, tushundingmi? Tushundim. Pa, bu yer hakikaten mi güzelken ha? Shuni deyman. Nima degan go'zal? Pa. Avuya qaranglar. Bilamsizlar, mana bu ko'rayotganinglar tunji qitim davlatimiz ozod bo'lib, Jumhur Xalq Jamhuriyati qurilganligini butun dunyoga jakalagan Tiananmen maydoni bo'ladi. Bu yer aslida burungi podshohlarning qon o'rdisi ekan. Hozir boshqacha remont qilinib, butun dunyoning ko'zi tushadigan, chet elliklar sayohat qiladigan mana mushundaq joyga aylandi. Anglashimcha, Qizilra vaqt kuchish degan filmni musha Tianmenning keyinida ishlabdi ekan. Bu rostmidi? Albatta rost. Juringlar, masalani aylantirib kelay. Yana texya nurg'un tarixiy filmlarni musha yerda suratga olgan ekan. Oya qara. Qara. Nima degan chiroyli. Obdan ko'ringlar, ha? Akbar, oya qara, qara. Sayachilar ketgan. Chet elliklar nima degan gap? Albatta, bu dunyoga mashhur Sadiqchi sepili. Men qaranglar, yarashdimi, ha? Ha, yaxshi, yaxshi. Menga. Ha, menga. Ha, menga. Nima degan chiroyli. Mangayli. Ajab bordimi?
Birdan dam olaylik, ha? Heh. Uf. Bu yoqqa kelinglar. Ani ko'rdinglarmi? Bilamsizlar? Saddi degan sepil bo'ladi. Chin degan Jungoning burunqi nomi. Demak, Saddichin degan Jungoning sepili degan bo'ladi. Bu sepil nurg'un tarixlarni beshdan kechirgan. Shunga bu yerda davlat ichi va sirtidan kelgan sayohatchilarning oyog'i uzilmaydi. Xo'jayin, behchiq narsalarni biladi ekansiz, ha? Bu yerga keldingmi, senmi jiq narsalarni bilib qolasan. Aldirma, ko'zing ichilib qoladi. O, ichida nima bor? Yuringlar, sizlarni shu yerga olib chiqay. Mana bu qadimiy xon urdisi. Aka. Av ustidagi xatni tunimsan, ha? Tunimayman. Bu yerga xatlarning hammasi xazush tursa. Bu urushda o'lganlarni tasvirlab xotirgan haykal. Qaranglar. İçimiz tutmuyor. Şu nasıl? He? Ağına qarğına? Mana bu podshoh urdisi. Yaxshi ko'ringlar, ha? Peki yetkili. Avlog'im qaranglar. Endi oldimizda Usun palvonning haykali bor. Acaba yaxshi. Tezroq ko'raylik. Kavapdan 10 zıq chapsaraq bo'l, ha? Ha, mana hozir, mana. Yana 10 zıq. Tezroq bo'l. Qancha bo'ldi? Sizni 37 ko'y bo'ldi. Kelib turasiz. Ma'qul, xo'sh, a? Qancha bo'ldi? 50 ko'y bo'ldi. Qaytamsiz, xo'sh. Bo'ladimsan. Siz restoranning qay tizimlarini o'qimaydigan o'xshamamsiz. Xohlagancha pul olsangiz, sizlar jarima to'laysiz, uqdingizmi? Bo'ldi, yozmang. Rossiyalığına qarab baxdim. Ha. G'olibga, siz meni restoranning hisobotlariga mas'ul bo'lsan deb epga gapingiz. 2 kundan beri iliq noynoq xotun meni puliga yaqin keltirmaydi-ku. Sening rastilla pul tutib hisobotga mas'ul bo'lgan bormi? O'zing shundoq deb epkagan-ku meni. Undaq sana bir necha odam qo'shib beraman. Ertadan boshlab avtobusning ichidagi hisobotga mas'ul bo'l. G'olibga, bu gapingizni tushunmay qoldim-ku. Erta tushunib olasan. Erta nimani tushunib olaman? Odam to'la avar qilmay, chiqay menga.
qilyapsan? Efendim, chaqmag'ingizdan bekli cho'nqir silvatdingizmi qanday? Nima qilmang'i demay, o'zing qilsansa. Qo'lingizda narsa kerak bakka. Shunga o'zim olay degan. Kim rahmaqlay desa? Maxfiy bo'lsin. Kiring. Shundoq Shinjongga chiqib qizdan yana 4-5 ni ib kirgan. Ularning ota-onasi yoki urug' tuqqanlari bilib qolmasin. Ha? G'olibga, bu zodi qandaq ish? Sen ko'rgansa, ana ashtaq ish. Men ketaman. Kelsan yo'l o'chiq. Hozirdan boshlab aloqamiz uzildi. Seni tanımayman men. Undaq Shinjongga yo'l qisab qo'ying. Yo'l o'chiq dedim-ku. Kelsa ketavermamsa. Yenimda bir tiyin bo'lmasa qandaq ketaman? Hey, sen ishkangni epkaycha az chiqim topdingmi? O pulni kim to'laydi, ha? Yana pul deysan-ku. Asli ish mushunaqmidi? Asli ish mushundaq fikam. Senda yoshirmayman. Heliq uchchi mening odamlarim. Ularning hamma ishlariga men ega. Lekin ular ishonchsiz. Seni bu yerga ep kelishdagi maqsadim, sen shularga ko'z quloq bo'lib, haqiqiy ahvolni, ularning tafovutini xabar qilib turish edi. Soqchilarga tutilib qolsa qanday qilamiz? Sen tutilmaysan. Tutilib qolsang pul to'lab, mana men ep chiqaman. O ishchi birlashib ketib ketsa-chi. Oqibatidan qo'rqidi. Hamma poyezd stansiyalarida mening odamim bor. Haras, sen bilan kelgan yilqi balning ismi nima edi? Batur. Ha, unimi u uchiga qo'shib qo'y. Ishgan so'ng. Bo'lamdi. Bu gapni men uningga deyamayman, o'zingizdan. Undaqda turg'unni chaqirvat. Boqing. Nima ish G'olibga? Sen yilqi Yenkeldaxon Batur deganini bilamsa? Bilaman. Shuni chaqirayman. Ma'qul. Soltak. Seni G'olibkam chaqiryapti-da. Atdan boshlab boshqa ish qilsa. Nima ish qilaman? Nima ish qilaman? Avtobusda yanchoq tozlaysa, yanchoq. G'olibkam shundoq dedimi? Shundoq. Biz bu. G'olibka, bu nima ish? G'olibka, bu haramzada sizning buyruqingizni rad qilyapti-jimi? Soyma. Bu rasma? G'olibka, siz meni bu yerga kavobchilik qilasan deb ep kelgan edingiz. Hozir buningdan boshqacha gap anglayman-ku. Nayt to'g'ri anglabsa. Men bu shunda qurlashtirgan. Saqchilardan qo'rqma. Tutilib qolsang, pul xajlab ep chiqaman. Xotirjam bo'l. Seni ravrus pisson deyman. G'olibka, men sizni xeyli g'ururliq, vijdoni bor, boshqalarga yaxshilik qilishni sharaf his qiladigan samimiy odam deb o'ylab ekanman. Asli siz pul uchun boshqalarning hayoti bilan o'ynashadigan odam ekansiz. Ey Aramzada, xo'jayin bilan takallashyapsan-ku. Uni uringlar. Uringlar. Voyja. Gap qila. Mana. Voyja. 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 Tasib qo'yinglar. Voyja. Mana. Yem gap yoldiramsa. Mana. Voyja. 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 Mana hala. Bu yoqqa ep kelinglar. Tura. Xo'jayinning gapini anglamsan yoki yana vaqiramsa? Ita. Qandaq gap anglamsa? Qilmayman, men yanchoqcha emas. Voyja. 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 Mana. Voyja. Voyja. Hala. Endi o anglasa? Sana gap qilyapti-da, javob ber. Gap qil. Qilmayman. Uringlar. Mana.
Qilay. Men qilay. Ha, endi qayda yo'lsini tushuntirib qo'y. Obdan anlap dur. Birinchidan, gruppadagilardan kimdi-kim pul topolmay kelsa, jarimani qo'yiladi. Ikkinchidan, kimdi-kim topgan pulini yushursa, hasilab jarimani qo'yiladi va chora ko'riladi. Uchinchidan, kimdi-kim vazifa ustida yaralansa, xo'jayin mas'ul bo'lib davolaydi. To'rtinchidan, pul yushurg'uchini dadillik bilan fosh qilg'uchilar mukofotlandi va alayda muomalaga erishidi. Beshinchidan, tutilib qolganlar soqchilarga xo'jayinni fosh qilsa, uning ajali to'shqan bo'ladi. To'xta, aldingmi? Endi qo'lini bostiringlar. Endi bu go'sht og'irini olib chiqib ketinglar. Ruxsat. Mana, Bor. Olibqa. Bu laqva 100 koy pulni petigini ostiga tiqibdi. Men bilib oldim. Bu rasma? Xo'jayin, opam doktorxona yetib qoldi ekan. Opamga ev aytib beray degan edim. Meni kechiring, xo'jayin. Bu kegil qancha uzun bo'ldi? xo'jayin, buningga 1 yil to'shqili hafta qoldi. G'alibga, Tuzum bo'yicha har kuni 100 koy yo'shirgan hisoblab. va ezib Buni turma qo'l G'alibga. qo'yg'izala. Men bir qatam fursat bering G'alibga. G'alibga, Uni ep chiqib atablab qo'yaman. G'alibga. Aktarsan qat qol. Yo'qlar. Nemish G'alibqa? Bundan keyin sen Baturni yaxshi boshqarib, o'zing ish qilsan. Savallik o'tkazsan, uning sadoqatsizligini yo'shirsan, barliq oqibatga o'zing ega bo'lasan. Uqdingmi? Uqdim. Chiqaman. Peshimdaklar og'riyotidu. Bo'lamidi opa? Kilav yo'q. Tatlika. Hozir ishlarimiz yomon emas. Ana o'g'lim, tomoq yeyver. Ma'qul deyim. Men sendan ayrılmayman bolam. Sen bizni tashlab ketsan. Dadaş ikimiz. Qanday qilamiz bolam? Jinim bolam. Hey. Nimachi xiyol surib ketding adash? To'liq qayg'urmay, xo'jayining degani bo'yicha qilsanglar bo'lmadimi? Nima? Sen bu xijil olmay mushi gapni qilamsan? Bilamsan, biz g'olibning qamoqiga tushibdik. Bir amal qilib, bu yerdan qochmasak, omini qonunning to'ridan qochib qutlanmaymiz. To'g'ri. Biz hozir ko'lchakdagi beliq, ammo qochimiz deb sehrgan bilanmi, qirg'oqqa yetib bo'lguncha yana tutilamiz. Uningdan ko'ra xo'jayining deganini qilaylik. Bu nima degani? Uning hamma poyezd stansiyalarida qochmoqchi bo'lganlarni tutib bergan odam bor ekan. Qochimiz deb balog'i qamayli. Adash, biz hozir hanglibida mengyapmiz. Omini bir kuni g'olibning ishtirishi bilan tushib ketamiz. Yaxshisi ko'rib turib sirtmoq desimayli. Go'shtning ustixini bor emasmi adash? Bu ish xatarlik bo'lsa-mu, foydasi ko'p. Har qanday insonning orzusi bo'ladi. Uningga yetish uchun ko'p xatarga tavakkul qilishga to'g'ri keladi. Bu dunyoda kim pulga o'shdaysan? Sen bundaq ko'ldagi oyning sho'lisidek qo'lg'asi chiqmaydigan, hisobda bor amaliyat yo'q pulga aldanma. Biz eng yaxshi fursat tepilganini qichib berib, soqchiga ma'lum qilaylik. Qaramliqqa ba. Herning ovusini ko'chilsang, oqibat o'zini chaqidi. Qandaqli bo'lmasin, pul topsaqli bo'lmadimi? Sening davatqanda qandaq pul bilamsan? U degan nijosatmi paskin pul. Jinim chiqib kelsin, undaq yo'lga mangmayman. At qandaqli bo'lmasin, men bilan bozorga chiqsan. Bu xo'jayinning buyrug'i. Hey, keldir turmay, ozroq ovqat qilmamsan. Quruq bo'lmasang, kechib tayoq yeysan. Hey, nishqosa. Men avtobusga jim turolmay, yiqilib tushmay deb qo'lim yanchug'ingizga kirib ketdi. Boshqa maqsadim yo'q. Qo'lim
Avtobusni tormoz qilg'ashqa hammamiz silkinib ketdik. Kechiring efendim. Ruxsat. Chiqaringlar. Xo'jayin, bugun uchaylarning ifodasi yaxshi. Batur yangi bo'g'ashqa toz aplashtirib ulamadi. Ma laqva pul topmoq yo'q, tasqalda tutul qilib, bizni bu balo qo'yg'ili. Akbar, sen qilib qol, qag'ala chiqib ketinglar. Akbar, usti ko'migan shogird har muqamga to'laydi. Batur degan laqvani obdan tarbiyalab chiqqan. Xo'jayin, men undan sal ansirab qoldim. Kunlardan birida bizni baloga tiqib bergandeklar. O'zing uni undaq do'stim, bundaq do'stim, bek ishonchlik deb billa ipkamidingmi? Uning buningdan keyingi ifodasi sana bog'liq. Uningga sen mas'ul. Bo'ladi. Men cho'qim uni yaxshi tarbiyalayman. Chiqib ket. Xo'jayin, 6700 yen bo'pti. Ağayınlar qo'saq bek yetib ketdi. Tushlik tomoq yesavda azroq bir nima yeyaplamdi. Ha, shunda qilaylik. Ma'qul. Ag'inilar hech xonimi ko'rinmaydi-ku. Shu emasmi? Mana. Hey, qaranglar. Oyat nima ish bo'lganda? Mahmud gel. Hey, qaranglar, uyg'urlar kel. Voy, qaranglar, bunday yomon. Yaxshi. Nimdiga yomon bo'lar. Qara, avu hammadan yaxshi o'ynaydi ekan, ha? Batur qichibdi, qo'g'layli. Tez!
Hey, bo'ldi qilinglar. Endi boshqa mahartinglarni ko'rstinglar. Ma'qul. Sen kela. Tuzkor, ne kaçmak edim? Kaçmadım. O yançukçu teptatmasın, yançuğumni ko'lab yuriydi. Shuni qo'g'labmagan edim. Biz kichik bola emas, maqsadingni bilamiz. O'ylashibroq ish qil. Ma. Hey, sana yana nim bo'ldi? Men bo'lamadim. Voyjon, qo'lsiqim bak og'rib ketdi. Meni mishada birdam saqlab turinglar. Men hojatxonaga berib kelay. Chaqan bo'l, bizning saqlab ketma. Ma'qul. Onunla işengili bo'lmaydi. Juringlar berib qarab boqaylik. Batur. Apla. O keçibdi. Sizlar oyoqdan qo'g'langlar, tez. Meni yurtimga ketkil qo'y. Oldimni to'sima. Topamdiq desanglar bo'lmadimi? Boshqasiga o'zim ega. Bo'lmaydi. Men bilan qaytishing kerak. Qanot yasab ussangmi, xo'jayinni qulda qutlamaysan. Bizga mayli. Biroq biz ota-onamizning yurak parisi emasmi? Agar biz bir xavf-xatarga uchrab qolsak, ular qanday chidaydi? Do'stim Akbar, kishiga yo'l qo'ysang, haqiqiy yo'lni topa olaysan. Bizning saboqdosh bir ma'la ham mangulik qadinat do'stligimizning yuzini qilib bo'lsa, qo'yib bergin. Ya bo'lmasa biz birga qishib ketaylik. Yo'q, qam xiyol qilma. Men sana tog'dek ishini bu yerga kelsam, amdilikda meni ketkil qo'ymayapsan. Sening vijdoningni ishlab ketdimi? Sen xeyli aqlli yigitding-ku Akbar. Sening qanday odam ekanligingni endi bildim. Sen ko'taganga egildigani bilmaydigan o'xshaysan. G'olib kamdan qilgan yaxshiligini shuncha oson unutib qoldingmi? Sarang bo'ldingmi? Bizni urib dumbaligini yaxshilik qilganimi? Uning ustiga biz ming bir jafoda ujmay yig'ilsak, u pastda o'ltirib rahat yeydi ekan. Shuning to'ymas nafsi uchun kishining yurtida o'g'riyan chiqshi bo'lamizmi? Oldimni to'sima, men Shinjon ketaman. Seni qo'yib o'tmayman. Meni sotqinlik qil demoqchimisan? Undaqda meni sotqinlik qilamsan. Bu ishmas. Vay
Taksi! To'xta! Hey, taksi! Derhal aldığımız ki avı 05-249 numaralı taksini kullan. Tez bulun. Vay, Haluk'a. Batur bir taksini kaçıp gitti. Kaçan? Hazır kaçtı. Ben onu kollamadım ben. Sen hazır kayada. 852 numaralı taş yolda. Ben hazırlı şu daire işletme adamlarımı yemedim ben. Sen nişanı yok atmayı koğlama git. Bak ol. Ana, o yetki. Batur hazır adam kemekçi. Ziyan tatıp kalsın. Tez bulun, tez. Telefonunuzu bir kurun. Yaqin kelishma, bu saqchiga ma'lum qilma. Saqchi ma'lum qilgan bo'lsang, ular kelib qo'yib biz sizni ujuqtiribmiz. Uqdingmi? To'rg'i tushgan qushni qo'yib berdigan ish nima deb ekan? Tutilsak hammamiz tang tugishimiz. Mana, qancha yana? Ben cemaat xavfsizlik dairəsinin. Qancha yana? Qancha? Hey! Hey! Menga. Kim tut? Man sen bağo, sen muşyoluk tutumuz muş. Kes bol. Bak. Maşın basa. Buna. Hocayın. Onu tutup geldik. Bo'ldi. Sizlar chiqib ketinglar. Sen kelib qol. Hussanın laqva. O qaşqanı sen ne dedin? Ha? Tuzunu yap, tuzluğunu çakıdığın ablaq. Menin qo'limdan mushundaq oson qochalayman deb o'ylagan eding? Sen kögülükni endi ko'rsan. Bilib qo'ysan, hiligar tulka, har qancha qilg'ini bilaman, mendek bir o'chining qo'ldan qichib qutulamaysan. Sen hozir yo'l vosning burtini yulib solding. G'olibka, meni qo'yib bersangiz, bu shapaytingizni menga unutmaydim. Qo'yib beramdim, teqa. Qaysama? Nima ish G'olibka? Buni ip chiqib, raurs adablab qo'yinglar. Xo'jayi, Ha? mal keldi. Ha, yaxshi. Qandarak Ha, ahvolda yaxshi, salomatmi? Ha, qani o'tiring. Qandaqroq ekan? Esilmalkan. Chataq yo'qdi. Ma bu o'tgangi qitimqidan yaxshi. Bu qitim xatarga qaramay, bevosita ep kirgizgan. Shunga buni o'zimni ep keldim. Qarab bir nima dersan? Buning bahsi o'tgan qitimqiga hargizmi o'xshamaydi. Kelishib qolamiz. Qo'limdagi mal tex chiqib bo'lamidi?
3 kunga qolmay bir taraf qilib bo'lamiz. Әмісі мұшындақ келісіп өтейлі. Dostum bəxtiga arzu arman xush diləklərdə gül tutay deb dostum bəxtiga vadir-ey xob oldum mən əcəb külcə isləb miskin könlümgə vadir-ey xob oldum mən əcəb miskin könlümge can dostlar, 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 can dostlar. Çok qalğan balığı vaqırab, mana endi to'ydilimi? Yo'qolib ketgil bir oy bo'ldi. Hech xabarim yo'q. Endi necha kunning yoqi to'la yig'lab beshimni bek og'ritib etdim. Hamma yerlarni izlab topolmadim. Men nima qilishimni bilmayapman. Men bolamizni bekmi asrab qelyapman. Anglashimcha Akbar bilan Botir ikkisi tangli yo'qolib ketibdi. Biz Sodiqaga berib ahvolni o'qib kelaylik. Ular bilishi mumkin. Undaqda sen o'tirib turgan xotin, men berib o'qishib kelay. Ha? Ma'qul. Sizlar cho'pchon bo'lib qolgan bolani urib tillab, endi nagimi ketganda bu bola. Qandoqmi qilamiz? Kəskisi мұшындақ дәвірәмсілер. Yana izlab baxmaylı bu. Vallahi. Yaxşı, kəslə. Otursınlar. Qandaq ahvalları? Eşlik. Bizning bola bilan sizning bola tangli yo'qolib ketibdi. Shunga sizni bilamdikin deb kelishim. Balaga ancha-muncha ochiqlab qo'ygan edim. Shu yo'qolib ketgunicha ta hozirgacha qaytib kelmadi. Haras,
Bizning bola Akbarning ishkirda bir tuqquni bor ekan. Shuning bilan birga Beyjingga kirman degan edi. Undaqda G'olib bilan birga kirib ketibdi-da. Anlaşımca G'olibning mahallasidagilar beydi deyishyapti. Şoňa onunğa işengili bolmaydy. Siz adresini uqib kirib, bolamizni ep chiqsalar, bolamizdan ayrilib qolmayli yana. Onun tez beyip ketishidan sal gumonlangan edim. Yana texe o bizning nasassiz bolamizni akirib ketishida cho'qim bir maqsad bor. Shundaq. Ishkirga kirmasam zodi bo'lmag'dak. Uning ustiga ishkir degan xatarlikka meningcha bolalarimiz xatar ichida. Hozirlamag'ayli. Hey, Batar. Bugun kayfiyating xeyli yaxshi bo'l. Hey, ag'ina. Bak yashayimizda bolimiz nima degan xora, ha? Xuddi buyliqdek, ko'lchakdan chiqolmayla koinot mushu deb yashayapmiz. Shunga bir necha yil halol harom demay pul tepib, G'olibga qarzimizni biroqni to'lab, bu zindondan chiqib ketishni amonlik qilaylik. Qanday dedim ag'ina? Qarz? Shundaq. Demak, hozirgi vaziyatda pul hammani qila oladi. Shundaqla pulsiz kishi qanotsiz qushning o'zi. Bu sening ko'z qarashing o'xshaydi. Meningcha bo'lsa, yashashda pulni asos tutib olsak bo'lmaydi. Chunki u bugun mening, ertasining yanchug'unda yuriydi. Shundaqla odamni hidoyatga-mi, zalolatga-mi boshlaydi. Buningga amal qancha deysan? Bularni o'ylab yurmay, kelajagimiz uchun bo'lsa pul topmasak bo'lmaydi emasmi? Bizni ota-onamizdan ayirib, o'z yurtimizdan ayirib bir umr pushaymonda qo'ygan. Ya'ni dunyodagi hamma odamni ozdirib chakar qilayotgan nima? To'g'ri. Pul hammadan atvolik. Shundaqla qimmatlik. Biz insonlar uningga qonmay dunyodan ketamiz. Lekin uning kuchi shuncha tasavvursiz zo'r bo'g'ini bilan hammaga qodir emas. Topamiz. Bir qo'limizni vijdonga, bir qo'limizni yonchuq silib turib topamiz. Turmush, orzu, armon, avlod va to'kma uchun topamiz. Lekin bilamsan, hozir butunlay aksicha. Millatimizdan chiqqan har xil sohadagi chempionlarimiz jinini tikib qo'yib, xatarlarga tavakkul qilib, jafoliq mashq bilan qon tarini to'kib, yuzimizga dog'ni yuyib, millatimizni butun xalqaro to'ntibsa, yuragimizga dog' yuyilmay ishkirdagi g'olibdek bir qism uyg'urlarimiz Xinjiangdagilarga ulgu bo'lmoqda yo'q. Aksicha, pul uchun o'g'irlik, qimorvozlik, buloqchilik, hattoki oqsitish, yana bir turkum qiz ayollarmi har xil nomussiz qiliqlar bilan shug'ullanib, Xinjiang xalqining jumladan Uyg'ur millatimizning sha'nini bulg'idi. Bizning g'urur, vijdon, aqlimizni bulg'idi. Shu o'z nafsini aqli bosh biyoladimi? Yo'q. Aksicha hammada ayrildi. Tugashdi. Pul jondan vijdondan qimmatmi? Bizni Alloh patqig'iga dasatkizishning sababchisi zodi kim? Bizni u yerdan kim tortdi? Zodi kim? To'g'ri tushuncha. Sap aql urg'ib chiqqan g'urur shuni tortalaydi. To'g'ri adash. Lekin bu gaplarni o'ylab, ko'nglingni buzma. Asli men seni izlab chiqqan edim. Lekin gaplaringga kirishib ketibman. Qo'pa. Qo'pa. Uxlaydigan. Kaladakli ustida kirsam qo'y, jonliq o't ketmagan-da. Gap noz qilib kimini tez kiya? Xo'jayin chaqiryapti-da. Tez bo'la. Bu yer kelgandan buyon sen bo'yin tog'li qilib gapimga kirmaylyapsan. Bilamsan, ishchinida non tashlab bergan odamga qarab qovmaydi. Lekin sen egisini tishlaydigan g'aljir ishning o'zi ekansan. Aski o'zini o'zi bilmas, kishini ko'zga ilmas degandek, siz meni g'aljir ishga o'xshatyapsiz. Bilib qo'ying, siz o'z manfaatingizni hammadan a'lo bilib, bizni majburiy o'g'irlik qildingiz. Qamoqdagi yamchikni tishlab biliq, hammani tutilmay qolmaydi. Siz kunlarning birida qonunning to'g'riga tushib, qilgan askiligingizning jazosini tortasiz. Sen tiqi xo'jayin bilan takalashqidek bo'ldingmi? Odam chaqi. Ma'qul.
To'xta. Bo'pti. Qarasam, o'zingning kavobchilik qilgan bor ekan. Bundan keyin ko'chaga chiqmay kavobchiligingni qilgin. Ammo har kuni Wang Fojinga dori darmon yetkazib bersan, men degan vaqtga rioya qilishing kerak. Muddatdan burun yoki keyin berib qolsang bo'lmaydi. Qandaq dori darmon u? O yerdagi birodarlarning kavobi bozor topmabdi. Bizning xurishlarimizni ishlatgisi bor ekan. Surishtirmay yetkazib bersanglar bo'ldi. Yana bir gap. Malning eg'izini qat'iy ochquchi bo'lma. Bo'lmasa malni almashtiryapti deb bizga ishonmaydi. Uqdingmi? Xotirjam bo'ling, xo'jayin. Xo'jayin. Batur bog'ni tanlamay, tog'ni tanladi. Lekin u boshqalar hargiz o'xshamaydi ekan. Haqiqatan ismi jismiga loyiq Batur ekan. Meningcha, uning keyniga bir odamni sap qo'yaylikmi deyman. Bo'lmaydi. Birinchidan, uning keyniga odam sap qo'ysak, u bilib qilib dor darmakdan gumonlanib qoladi. Ikkinchidan, odamlarimiz Baturni ma'rab mangsa, saqchilarning diqqatini qo'zg'ab solamiz. O hozir nima ekanligini bilmagandan keyin o'zi ipning evasin. Bo'ladi xo'jayin. Soat qancha bo'ldi? 12:30 bo'pti. Alloh, menga vaqtim bo'lib qopti. Batur. Bu sen ishiltidig'ina. Mana bu Hindistonning zirisi. Darhol yetkazib ber. Ma'qul. Men berib kelay, ya. Ma'qul. Hozir ishkirdiklarning ko'pinchisiga ishonigli olmaydi. Ular pulni deb qilmaydigan ishi yo'q. Bu tağның manzarasi nima degan chiroyli. Ha, shunday ekan. Ajabmi charchadim. Menmi shu? Adash, sen xo'jayinga ishlayotgani qancha uzun bo'ldi? 1,5 yildak bo'ldi. Bu yerga nima ish qilib kelgansan? Xo'jayin Beyjingda restoran ochaman deb ikkilanni quruq uzum setishga, ya'ni ikkimizni qo'rim qo'yishga ib kirgandi. Kirib, hafta o'tmayla bizni o'g'irlik qilishga majburladi. Farhod bilan Asqar uning fikriga qo'shildi. Ishqanlachu. Ikkimiz qo'shilmagandik. Chaq pelakni cho'giltib, o't yiqib qo'ynadi. Shunga amas fikriga qo'shildi. Ikkimizning taqdiri o'xshashganda, sen kelgili xeyli vaqt bo'lgandan keyin G'olibning qanchalik odam borligini bildigansan? Aniq bilmayman. Anglashimcha boshqa shaharlarda xeyli ko'p odam bor ekan. Aras, sen ba'zida turibli yo'qolib ketsan. Seni xo'jayin surishtirmaydi. Shundaq chog'larda nega borsan? Xo'jayin buni hech kim demasligimni topilgan edi. Bo'pti, sana aytib beray. Boshqa kavobchilarga dori darmon yetkayman. Ajab, G'olib bizni bir-birimizdan maxfiy holda dori darmon yetkazib yetibdi. Bu ish odamning gumonini qo'zg'aydi. Qanday deysan? O'ylab boqmamsan. 10 necha odam yetkigan dori darmakni birimiz yetkazsakli bo'lmadimi? Meningcha, qopchuqning ichidagisi dori darmon emas. U haqacha biz orqali savdo qilib yetibdi. Sen xato o'ylab qopsan. Biz Farhod degan qopchuqni ilib, dori darmonni kavobga sepamiz. U aniqla dori darmon. Qopchuqdikisi aniq bo'lgani bilan yana bir qopchuqdikisi noma'lum. Undaqda u nimadi? Hozircha uni mo'ljallash qiyin. Amsi at uni ich baqaylimi? Yaxshi, molni chala bo'g'izlamayli. Sen yetib tur. Men hozirlik kiraman. Xo'jayin. Ha?
Bizden Qarangı bazadaki qo'shinimiz tunugün xeyli ko'p pul va mol bo'libdi. Hozir ularning to'pisi nayt yuqori. Yana kelib Akbar bilan Asqarning to'pisi xeyli yaxshi bo'lyapti. Aras, sen hamma kavobchilarning molni bexatar yo'lga selayotgansan. Shunda xo'jayi. Biroq bu qitimqi mol yana ularning xumarini bosamabdi. Onda sen bir hafta hisob molni yo'lga sag'ir. Molning bahasini o'stirayli. Endi biz burun Botirning qo'lini qo'yg'izlagan qarz o'chitini uningga ko'stayli. Bu qushning qantini kesib turmasa, uchib ketilgandek qiladi. Aldirma. Tex Baldur. Bu kon qarzlarni to'lab bo'lgandan keyin andin surishtiramiz. Ha, silab turib oldirmay jo'ndaymiz-da, ha? Bu rasm alvastila. Ali, chapsan tura. Biz kavobchilarning to'shiydig'ini xiroyin. Nima ekan deding? Biz yana g'olibning qapqiniga dasabdiq. U qancha qamay odam o'ltirdi ekan. Atilla, biz bu mallarni soqchilarga topshiraylik. Soqchilar ma'lum qilganimizni u bilib qolsa, bizni o'ltirib yetadi, bilamsan? U bilib bo'g'icha soqchilarga tutilib bo'ladi. Lekin yana har qancha qilgan bilanmi g'olibga tankilamaymiz. Biz tankilamasak soqchilarga tankilalaydiganda. Bu qatimki ishing boshqasiga o'xshamaydi. Hushyor bo'l. Sen omad tilayman, ha? Taksi. Tez bo'ling, jamoat xavfsizlik idorasiga. Qaysisiga? Qaysi yaqin bo'lsa shuniga, tez bo'ling. Hey, kıraqını bəmdiniz? Ha? Kechiring. Başını to'xtat. Voy, G'olibga. Baturning aldirash soqchi mahkamasiga kirib ketganligini ko'rdim. Nima? Qo'lida bir narsa bormi? Ishqilib bir qoppa. Ha? Akbar, hozir odam yeyapman. Uni tutqayada ujuqtirib yutinglar. U allaqachon kirib bo'ldi, endi ulguramaymiz. Bu tuzkor munofiq. Seni. Vay. Biz epagan kishi malni epadimi? Yo'q, bak kichikib ketdi. Saqlab ketdi. Hey! Men uyga bo'rini boshlabdi men emasmi? Ha? Xo'jayin, qani u bo'ri? Hey! Arzu! Ha, nemish xo'jayin? Sen derhal Ürümchiga uçurgan aeroplan beltini ishkilib kel. Bo'ladi xo'jayin. Xo'jayin, siz bu yerni mushunda xil tashlab ketmoqchimi? To'lib beshimni qaymoqtirmag'ina. Yo'lvasdan kelib yeb ketishini saqlab o'tiribdim. Kaglik bo'lsa men keladi. Har qaysini o'shig'in ham bo'lmaydi. Xo'jayin.
Vay! Nima ish xo'jayin? Darhol hammanglar guruhga bo'linib, Botirni topgan aman uzuqtirib aytinglar. Ma'qulmi? Ma'qul. Iblis, olvasdi. Hamma pullarni o'z hisobotiga og'dirib bo'pti. Hey, isi necha yil istak sodiq bo'lg'ini. Yavaş bul. G'olib degan qaysang, tez et. Darhol ayta. Etkesiga chapa yapmay, tez et. Ayta. Bilmaymiz. Uni bayerni mana ma'u bildi. Chapsani et. Men bilmayman. Hozir vaqt qiz. Tez etmasan gunohing ig'rini shuni. Chapsam ol. Ayta. Menday. O Şinjan'a qaçman deb xonim bilan aerodromga ketdi. Bosh atrat diqqat. Darhol otlanib, aerodrom atrofini qurshanglar. Birinchi atrat men bilan menglar. Qolganlaringlar restoranni aqtiringlar. Hop! Tez! Mana! Sen hozir bular bilan birga ketgan. Bo'lmasa g'olibning teg'ish tutilmagan bir turkum odamlari san ziyonkashlik qiladi. Saqchilar g'olibning odamlarini tiltik suqmay tutib qo'ygandan keyin men sotda guvohlik berib seni olib chiqib olaman. Apmanglar. Mana! Bula. Tez bo'l. Chiq. Tez chiq. Mana! Yavaş! To'xta! Vay, Şinjan'ın Beyjingdagi bosh shtabi diqqat. So'zang. Men Beyjing soqchi idorasidan. Xeroin savdogari G'olib hozir Beyjingdan 126-qitimliq aeroplanda Urumchiga qochib ketdi. O'ttirbo'y 35 yoshlar atrofida, yanada ayoli bor. Qushni to'rdan qochirib o'tmay, darhol tutinglar. Nechkin yaqin bu restoranni aram topganda makilishmaslikni, G'olibning restoranini butunlay saqchilar oqtirib yetibdi. Bizning bolamizni saqchilar nima qilib bilmaydi. Hey, saqchilar bergan telefon nomeri qani? Akilanga. Berdi. Mana. Bey, saqchi idorisimi? Bey, biz Akbar bilan Botirning dadisi. Bizning bolalarimiz qayerda? Biz ularni jiddiy izlayapmiz. Igilishimizcha ular Jinjanfu taraf qarab qo'shib ketibdimiz. Appa, ishda taq. Darhol Jinjanfu tarafni izlaylik. Tez bo'l. Cho'ng shahardan Jinjanfuni qanday topamiz? Topamiz. Taksi olib turdi. Sizlar atraf qarasizlar. Men atraf qaray. To'xta! Do'stligimizning yuzini qilib meni qo'yib adash. Meni vayron qilma. Bu satqin g'olcha. Do'stligimiz ikki tog'ning orasida qolganda esing keldimi?
O'tganda men senga mushundaq yalursam, do'stligimiz esingga kelganmi? Meni shu chaqda G'olibdek bir alvasiga tutib bergan-ku. Pulni deb ezibdiman. Gunoyimni yuvishga bir qitim fursat bergin. Qonni qon bilan yug'ira olmaydi. Seni gunohingni turmining sopolari yuydi. Mendan umid kutma. To'xta. Ne qatsan? Pushaymon qilyapman adash. G'olib burun to'qni olib desa, yigininga amdi pushaymon qilyapsan. Sen hozir yo G'olibning puliga, yo amonlikqa erishmay, qo'shatliq piyoda begimni o'zi olib qolding. Qandaq otqa teshing amdi beshig'i tushganda, amdi sen qilgan askiligining jazosini tortishing kerak. Shuning men bugun seni saqchilik tutib beraman. Meni saqchilik tutmagining bilan G'olibga meni qutqizib oladi. Buningdagi senda qisosimni olmay qo'ymayman. U hozir o'zining jinini qutqizishga ulgurmay o'tidi. Undaq turuqliq sendek chupranda qolchilar nima kori? Beni geçir Batur. Batur! İter! Kimsin onu öldürsün dedi! Gel bana! Kim sana buyruk kıldı? Etme! Batur! 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 Kıvırılma! Kıvırlaşma! Laşma! Kıvırılma! Kıvırılma! Ana! Tez to'xting, shopir! Mashina tez to'xting! Ana! Tez to'xting! Ben seni qasdladim. Ben sana tuzkorlik qildim, do'stim. Bu ishlog'i men sababchi. Kelgusi vaqtdagi qancha urdim. Batur! Beni geçirgin! Batur! Ben sana yüz vermeyim. Balam! Dada! Balam! Oğlum! 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 Sana neymiş oldu ya oğlum? Dada! Balam! Bu zalim neymiş? Seni mi gördüğün günüm bugün Seni gene balam? Seni koydum dada! Beni geçir! Gelin balam! Oğlum! Balam! Bu neymiş oğlum? Oğlum! 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 Hem de kandaklanan oğlum! Oğlum!
G'olib, Beyjondagi mol mulklarni qanday qilamiz? Men undaq o'rtirib uxlaydigan yigitlardan emas. Allaqachon setib pulni naqlab olgan. Hattali, yaraysiz. Saqchilar hozir Beyjingda ishi yo'q qozonni qo'lga tushirdi. Biz endi Urumchidagi molni bir taraf qitlab Amerikaga qochib ketaylik. Deganingizdek bo'lsin. Diqqat! Jinoyat gumondori aeroplanda tushdi. Boshliq, hozirli tutaylikmi? Yo'q, yo'lovchilarning bexatarligini nazarda tutmay bo'lmaydi. Siz chiqqan tutaylik. Ular chiqdi. Qimirlama! To'xta! Qimirlama! Qulog'ingda. Qo'lingni keta! Qimirlama! Yavash tur! Yavash bo'l! Meni qo'yib etish! Qimirlama! Yo'q, meni qo'yib etish deyman. Qimirlama! To'xtab tur! Sen to'xtab tur! Batur degan tuzkur hayvon! Hayotli bo'lsam, ajdodingni quritib etaman! Seni adem çağlığa kes